Bo'ldi Bo'ldimi, oson. ketdimi? Bo'ldi. Anaqa qilmaydi. Sharhlavor nechinchi soniyada? 71 deb. Hammaga salom. Ha, hammaga salom. Toshkentda Nihoyat, 19 gradus. nihoyat bir oy deganda keyingi epizodni yozishga mana harakat. Jur'at qildik. Ha, 71-son. Hammaga salom. Anaqami? Keyingi oyga 1 yil bo'ladimi shunda? Mayli. 2 yil bo'lar ekan. Keyingi safar gaplashamiz. Yo'q, hozir Oktyabr. yozaversam bo'ladi o'shani. Keyingisi yozilguncha уже 2 yoshdan oshib ketadi. Ha, yo'q, yana shunaqa bo'ladimi? Cho'ziladimi? Anaqa nima edi? Cho'zilishi mumkin-da. Nima qilasan? Bugungi ishni ertaga qo'y. Anaqa masalan, men anaqa topdim. Gapga qotdi. Ha. Sen bir haligi nimada qaysidir nimada gapirgan mikrofon haqida gaplashganimizda Saramonic mikrofon deganding-ku. Ha, aytdim. Ha, shunaqa mikrofon bor ekan. Ana kuni haligi nimalar borda, haligi eski ishlamayotgan haligi aql gadjetlar bo'ladi-yu. Ha. Shunaqalarni solib qo'ygan nima bor edi. Nima deydi? Tumbuchka deydimi? Sumkachami? Tumbuchka. Javon. Ha. Shuning ichida 900B2 degan bitta receiverli, ikkita anaqa nima deydi? Transmissionli deydimi? TX, RX. Xullas shunaqa bitta komplekt, shunaqa mikrofon bor ekan. Shunaqa chiqib qoldi. Tushundingmi? Davay test qilaylik o'shani hozir. Ular Yo'q, men shu test qilish uchun test qilmoqchi edim. Senga уже kecha, по-моему, kechamidi, 2 kun oldin ochdimda, keyin senga yozmoqchi edim. Ishlatganmisan, yaxshimi deb. Shu bilan nimadir bo'lib esimdan chiqib qoldi, yana shu qolib ketdi-da joyida. Abriyatlarga bir anaqa qilib ko'raman, test qilib ko'raman. Bo'ldi qilsam. Yo'q, men ishlatmaganman, men bilaman, любой mikrofon o'sha arzoni bo'lsa, nima edi, telefonni, kameralarni mikrofonida, fotoapparatlarni mikrofonidan yaxshi deb ko'p odam aytadi. Arzoni ham o'sha 100 ming so'mligi ham. Aytsana, qaysi naushnikni? Yo'q, u anaqasimi, mikrofon. U aniq bitta model emas, u любой, misol uchun arzonroq 100 ming so'mlik, 200 ming so'mlik mikrofon ham, telefonni ham, anaqani nima edi, kamera fotoapparatlarida yaxshiroq deb anaqa qilishadi, nima edi. Aytishadi-da, ko'p o'qiganman bu narsani. Qayerda o'qiysan shu narsalarni? Qayerda o'qiysan desammi? YouTube'da. YouTube'da o'qiladimi? Endi o'qiysan. Kommentlarni bor-ku, komment. Sanjari. Sanar anaqa bitta haligi gapga yopish olsang. Qiziq bo'ldi. Yo'q, o'qiyman. Vaqtim bor, Sanjar, vaqtim bor. O'tiraman-da, bolam yo'q bo'lsa meni. O'tiraman, eshitib o'qiyman. Eng katta plyus sanga shumi, masalan? Xotinim bilan bolam yo'q. Sanjar nimaga ko'rinmaysan? Qiziq bu narsa menga. Montajga qiziqaman-ku. Yurma, avaz kelmayapsan-ku Toshkentga? Chaqirmayapsan-ku? Ertaga dushanba kechami kuni-ki? Kalyanga. Ha, nima? Biz o'xshayib deyapmiz kala. Zo'r joyda o'tiribman. Yaxshi. Aytingni boshlaylik hozir. Telegram update bo'ptimi? Boshqacha chiqdimi? Chiroyli chiqdi lekin. Ha, hozir shuni anaqaga mashrabga yetib turdim Sanjar. O'shani aytib ber Sanjar, qanaqa yoqdi? Kanallarnimda o'qish bo'pti. Tegida kelaveradi bor-ku, ana kommentariy beradigan joylarni alohida qilib qo'yibdi-da. Menga yoqdi. Faqat ana akkauntdan ko'rsatayotganda profil kimda ovoz chiqyapti? Men ko'chada yuribman. Akkauntdan ko'rsatayotgan paytda profil fotoni sal uzoqroq qilib qo'yibdi-da. Sal bosishimga qiyin bo'lyapti qo'lim bilan.
Ha, tuzatsinmi o'shani? eskisida bu yerda chek anaqaga nimadirda ekranni chetiga yaqin edi, chetdan uzoqroq qilib qo'yibdi. Hop, o'shani tuzatsinmi? Tanishing-ku durib. Gaplashaman deysan-ku nuqul. Bo'ldi, aytaman. Hozir podkast tugatsin, yozib yuboraman. Hop. Yana nima gap? Yana nimasi bor ekan? Hozir o'shanisi ko'rdim. Kanallarni o'qiyotgan paytimda jana qilib qo'yibdi. Nimadirda chiroyli chiqdi-da. Endi o'qisam, vau de effektlarini, pastdagi effektlari zo'r bo'libdi-da. Bu hammasi Sanjar? o'zi iOS 26nikida. Mana shu stream o'zida ham qara, pastda knopkalar paydo bo'lib qolibdi, yengil. Audio, chap tarafdan audio paydo bo'lib qolibdimi? Ha. Nuqul Hozir qidirardim shuni- bordim. Naushina Ha. mashina o'tkazishga nuqul tepadan qidirib yurardim. Shu menimcha qanaqadir haligi reaksiyalar, bir balolar ham paydo bo'lgan degandi, cho'ta lekin hali ko'rmadim. Anaqa stream qilib turgan paytingda qanaqadir haligi Instagramda haligi kommentlar yozsa bunday chiqib turadi-yu. Live stream qilganda. Shunaqa narsa qo'shildi degandi. Hozir video o'chib. U video bilan stream qilsa bo'lsa kerak menimcha. Ha, shu video o'chiqligi uchun menimcha chiqmayapti. Mashraf shunda videoini yoqib ko'rchi. Yoqolmayman, yalang'och ketaman desammi? Ko'chadaman dedi. Ko'chani bundoq ko'rsatib ketchi, biz anaqa komment yozib ko'ramiz chiqadimi. Bo'ldi, hozir. To'xta, qorong'i joy topib qoling. Anaqa bo'ladi-yu. Nima biladi? O'zi videosi qayerda yoqiladi buni, to'xta. Mana chap tarafida turibdi, knopkasi. Boschi qani bosib ko'r o'sha ishlarkan. Ana bosdi ishladi. Men o'zimni ko'ryapman endi. Boskimi? Yo'q, o'zi. Mashraf Ha. boschi Mana mashraf. bosyapman. Mana bosyapman. Ha, mana chiqdi. Mana like Qani yozib qilsa ko'rasiz. bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, unaqa. Sen bosib qo'y. Menimcha anaqa bo'lsa kerak. Kanalda emas, gruppada stream qilsami yoki Mana bu. Haligi. gapira olmaydigan Desktopda. posti. Gapira olmaydigan boshqa userlar bo'lsa menimcha paydo bo'lar ekan, bilmadim. Hech kim Anyways. kirmayaptimi? Mana lidarni gaplashaylik. Sher lidarni bilasanmi? Sher prem. Bilaman. Lider bilan lazerni ko'pchilik hozir kameralarga nima deydi, jabri bor degan narsalar bor. Shuning uchun lider balki nima bo'lishi mumkin. Mashinada Sanjar qanaqa boshladi? Qanaqa mashina bu? Lip motor. Lisian oldingmi? Ha, lip motor oldingmi? Trekker nima bo'ldi? Ha. Turibdi, uyda turibdi, dachalarga anaqa qilishgadi-yu. Bu ko'tarib olgan. Bu lip qanaqa? Qara, mana bu qara, to'xta. Lidarni Amina ketyapti, qara. Ha. Shunda chiziqlar sal nima bo'lyapti? Uzilib ketyapti. Yo, ana kuni angrang Chap tarafdagi chiziqlar uzilyapti deyman. Yo, qara, ana kuni angrangga borishim kerak bo'ldi-da. Video Anaqani yoqib bosdim. O'chirib qo'ya qoling. Xo'sh. Anaqani bosdim. Nima der? Cruise control bor-ku. Ha. Cruise controllar bor Kontrol ekan. bo'ldimda. Ikkita balasani ushlab oldi-da. Keyin oldidagi mashinani ushlab oldi-da. Keyin bo'ldi, oyoqlarimni qo'yib yubordim. Olib ketdi, Toshkentgacha olib ketdi o'zi. Endi sen Sanjar, cruise control deganda nimani tushunasan-da? Misol uchun cruise control deganda qaniydir o'zini yo'lini tushunish kerak-ku, to'g'rimi? Jizzaxga ketgan bo'lsang yo Samarqand Navoiy orasida yurganingda cruise control qildingmi? Qayerda? Tomoni Toshkentdan Angranga ketayotgan paytimda. Palasa yo'qmidi? Palasa bor edi. Palasani ushlab oldi-da, oldimdagi mashinani ushlab oldi-da, o'zi olib ketaverdi. O'zi ehtiyot bo'lgan, palasa yo'qolib qoldi deb ehtiyot bo'lgan deydi. Oldindan mashina chiqib qolsa, sekinlashadi. Bir to'xtaydi. Keyin darsha o'zi yurib ketaveradi.
Hop, kruz kontrolga qo'yib bemalol uxladingmi yo'qmi? Yo'q, har ana nimada 1-2 minutda rulga tegib qo'ygan deyapti. Rulga bundoq ishlab turgan deyapti rulda. Endi kruz kontrol degan so'zni o'zi samolyotlardan kelgan, bilasizlar-a? Men antena olmayapman, sen antena olmayapti. Yaxshi eshitilyapti, Sanjar yaxshi eshityapmisan. She'rga menga pek kelyapti-da. Sherik uzilib qoldi sherik. Hop, Hozir ham kruz kontrol bu samolyotlardan kelgan termin. Ular chunki biladi, samolyotlarga yuklatilgan yo'l bo'yicha yuradigan nimada-da? Liniyada yuradi. Liniyada yuradi. Ha, xuddi shunday. Shuning uchun Sanjardan so'raganim, kruz kontrolga qo'ygan payting o'shanday ishonch bo'ldimi senda yo'qmi? O'zing qarab turishing kerakmi? Konkret ishonch bo'ldi. Qo'llarimni oldim, oyoqlarimni ham oldim, telefonni o'ynab ketaverdim. Ora-orada qarab qo'y deydi, ushlab ket deydi. Qani rulni ora-orada rulga bilan qo'li teqis qo'yaman bo'ldi. kruz kontrolda Sanjar shu rol ushlab ketish kerak xolos-da. Ya'ni pedalni bosmaysan, asosiy anaqasi shu. Ani FSD full self drive'larda polniy hammasini qo'yib yuborasan. Lekin nima rul ushlab ketdingmi? Prosta rul ushlamadim, ammo taxminan 1-2 minutda ushlab qo'ygan, tegib qo'ygan deydi, tegib qo'yaman. Menimcha uni uxlab qolmasligi uchun bo'lsa kerak, menimcha. Shuning uchun-da. Ani full self drive'da uxlab ketaverasan. Kruz kontrolni keyingi bosqichi bu FSD menimcha-da. Nima degani? Qarab turishing kerak, lekin FSD bu butunlay ishonasan mashina o'zi olib ketaveradi degan narsada. Nima degani? Full self drive'mi? Shunaqa. Abbreviaturalarni yaxshi bilar ekansan. Yo'q, o'yladim. Ingliz tili o'rganyapman-ku. Sen o'ylaguningcha men 2 marta yetuvdim-da, masalan shu gapni. Yo'q. Ingliz tilini uncha yaxshi bilmayman-da. Aqlliman deb o'ylovdingmi? Uzr. Yo'q, yaxshi eshitilmadi. O'zingga aqlim bor desanmi? Yo'q, hazillashib. Sanjar, anaqami? iPhone oldingmi, yangi iPhone? O'shalarni ayt, yana nima yangi narsalar olding? Yo'q, olmadim. Naushnikimni yo'qotib qo'ydim, naushnamoqchiman. Yangi narsalar bo'lsa, har xil texnologiya o'tib bersa, qancha vaqt ketadi-da. Ashraf, sanda anaqami? Faqat shu 1 soat qanaqa qilib o'tkazish shekilliga. Nima qilib bo'lsa ham shu 1 soat qilib qo'ysang bo'ldi. Anaqada kalendarda, to-do'da yo'q, galочка bo'lsa bo'ldi-da. Menda bir savol bor. Avaz nima deb yozishdan vodiyda yaxshi bir startaplar yig'ilishi bo'pti. Qanaqangi yaxshi nima deydi? Perspektivni seni fikringda yaxshi o'tadigan proyektlarni ko'rding u yoqda. Nima bo'ldi? Event o'zi qanday bo'ldi? Aytib ber olasiz. Aytib berishim mumkin. Men endi unaqa haligi nima deydi? Men kutgan anaqa outcome bo'lmadi. To есть men o'ylagandim nima deydi? Boshqacharoq bo'ladi, ya'ni anaqa ma'noda desam bo'ladi. Haligi biz kutgandik, biz bilgandik. Toshkent masalan, yomon Toshkentda bo'lib turadi, shunaqa eventlar bo'lib turadi. Qanaqadir global eventlar bo'ladi-yu, shu startaplar pitch qiladi, tam. Shunaqa deb slishka anaqa qo'ygan ekanman shekilli, kutilmalarim bilan qo'ygan ekanman shekilli. Bu yoqda endi asosan anaqa bo'ldi, boshlang'ich beginnerlar uchun
level shunaqa beginner level ekan. И pul beriladigan byudjet ham juda kichkina summa ekan. Adashmasam maksimalniy 90 million bitta startapga ajratiladigan e'lon qilingan. Endi ichidan shunaqa chiqsa, ya'ni arziydigan startap chiqsa. И o'sha hammasi pitchlarni eshitdim. Juda anaqa bo'ldi. Juda nima desa bo'ladi? Juda primitiv, shunaqa sayoz prezentatsiyalar ko'p endi nisbatan ko'p. Bu yoqda muammolarni yechimi, misol uchun qo'yilgan muammolar bor. Keyin misol uchun 2 oy, 3 oydan keyin kelib, mana shu startaplar o'sha muammoni yechimini targ'ib qilyaptimi yo qanaqa bo'ldi? Yo'q. Mani tushunishim bo'yicha anaqa narsa bo'lgan. IT park bilasan, davlat tashkiloti baribir. O'sha aloqa vazirligi qoshida ochilgan. Baribir qanaqadir haligi tepadan shu komanda berib, shunaqa narsa tadbir qilinsin deyiladi. Haligi galочка uchun ko'proq qilinadi-yu, shunaqaga o'xshagan tadbirga o'xshab qolibdi. Mashlab aytganda qarang, 1 soat o'tsa bo'ldi deydi. Shunaqa startup dey qilinsin viloyatlarda ham desa, bo'ldi, mana Namanganda boshladi, qildik. Qilindi. Shunaqa bo'ldi. Ko'proq shunga o'xshash bo'ldi. Ertaga o'zi savolni javobini ham bilasiz o'zi. Uzr avaz bo'ldi. Ashraf. Hozir to'g'ri deganim xullas anaqa keldi. Muzaffar Karabayev, KPI founderi, как бы o'sha o'tkazdi nimani, startaplarni eshitib. Undan tashqari Aloqa Ventures bilan Sarmo Venturesdan представительlar keldi. Endi ular anaqa ajratadigan, investitsiya ajratadigan nimalar, cho'ntaklar endi pul berishga kelgan. Bu tarafdan tashkilotchilar tarafidan o'sha men e'tibor berganim endi masalalaga kritikadagi tuyulishi mumkin. Endi ular menimcha bizni hech qachon eshitmasa kerak, aytaveraman. siyosiy bo'lmadi. Davlat hokimiyat ishchilari bo'ladi-yu, haligi bunaqa temada tadbir o'tkazish kerak, qatnashuvchilarni ta'minlaylar, ishtirokchilarni degandagi bo'lgan. Haligi juda kelgan pitchlarni ko'rsang, haligi birortasida deyarli produkt yo'q, prototip yo'q, MVP yo'q. Juda ko'pi ideyani o'zi, ideya ham haligi слишком katta ideyalarni primitivligidan tashqari haligi слишком нереальный, feasible bo'lmagan narsalarni og'iz uchidan haligi osondagi biz marketplace qilmoqchimiz deydi bittasi. Bizni konkurentlar uzun bilan xuddi aniq qilmoqchimiz. Market haligi nima qilganda, analiz qilganda bizni konkurentlarimizda yo'q narsalar bizda bor deyapti-da, ko'rsatyapti. Uzumda mana narsa bor, lekin mana yo'q. Bizda shular bor. Yana tam yoniga bilmadim qanaqadir haligi такой крупныйlarda endi haligi tam Notion bilan bittasi anaqa qilibdi. Notion, Trello bizni kompetitorlarimiz, lekin ularda yo'q, bizda mana bunaqa narsalar bor deb o'rgandi. Va endi lekin bu uzun bilan bellashish qiyin. Misol uchun Amazon bilan, chunki logistika bor, juda ham katta. U IT faqatgina IT emasda, yoqda odamlarni nima deydi, logistikani boshqarish degan narsalar kuchli-ku. Muammo ham shundaki, bu narsani слишком nima deydi, murakkab, juda katta protsesslar, juda qiyin narsaligini bular tushunmaydi hali. Bu narsani e'tiborga ham olmagan, haligi pitch qilganlar. Shu narsa uchun, shu proyekt uchun boshlang'ich investitsiya so'rayapti. O'sha $5,000, $7,000 pul so'rayapti, lekin unimda qara. Menimcha bular hamma Silicon Valley degan nima bo'lish mumkin. Imagination bor-ku, ana o'zlarida tasavvur. Software'ni orqasidangina hammasini hal qilish mumkin. Chunki orqada ishlab turgan traklar bor, hamma narsa ishlab turibdi. O'sha traklarni to'g'ri boshqarsak bo'ldi degan balkidir. Nima deysan?
yo'q, marketplace quramiz, haligi Notionga o'xshagan nima collaboration tool qilamiz, CRM qilamiz deyapti-da, tushundingmi? Endi Qanaqadir haligi masalan marketplacelar uchun bir o'rtada haligi bir yordamchi bir tool qilamiz degan narsa emasda bu. To'laqonli o'sha marketplace qilamiz, Amazon tam shunaqa, короче. Lekin menga bitta narsa yoqqani, feedbacklar zo'r bo'ldi. Ya'ni o'sha pitch timekeeper bor edi, 5 minutda pitch qilishga vaqt berilgan bo'lsa, где-то 2 soat pitch bo'ldi tinmasdan. O'sha ana Muzaffar aka, o'sha nima venturedagi bolalar feedback berdi har bittasiga erinmasdan, haligi kulib yormasdan, ularning fikrlarini eshitib, o'shanda zo'r anaqa qilib berishdi, что вот амбициозный слишком anaqa qilgansizlar-yu, lekin shu tarafdan yursanglar bo'ladi. Mana sizlar o'ylagan, masalan 10 ta narsa aytgan bo'lsa, shu 10 taning ichidan bitta kichkinasini olgin-da, o'sha boshqa hech kimda yo'q degan narsani, ana o'shani qil. Ular shunaqa yaxshi feedbacklar berishdi. Umuman haligi pitch qilish, o'zini pitch qilganda nimaga e'tibor berish kerak, xullas такой klassический beginner anaqa bo'ldi, menimcha. Haligi nima deydi, webinar такой. Ko'proq o'rgatadigan, ko'proq haligi tushuntiradigan narsa bo'ldi. Endi umuman olganda shunaqa eventlarni bo'lgani ko'proq bo'lsa, menimcha odamlarda ko'proq tushuncha bo'ladi. Shuning bir tomondan yaxshi. Lekin shu boshlab aytgandaqa o'tkazish uchun qilingan tadbir bo'ldi deb o'ylayman ko'proq. Telefon qilgan, ertaga lekin shundan ham Xo'p, Mashrab, shundan ham qanaqadir foyda chiqarib olsa yaxshi-da. Networkingga yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. O'sha 2 ta haligi MVP'si bor nimalar, startapchilar pitch qilganlarga o'sha venturedan kelgan bolalar primoy kontaktlarni berdi. Keyinchalik masalan balki qanaqadir sal bo'lsa ham o'sha produktini qanaqadir normal holatga keltirganda menimcha bemalol aloqaga chiqib to'g'ridan-to'g'ri уже kanal ochildi desa bo'ladi. Qanaqadir ma'noda shu tarafdan pluslari bor menimcha. Yaxshi. Xayriyat. Или хотя бы qanaqadir feedback oldi baribir. Eng katta plusi qanaqadir feedback oldi o'zini produkt bo'yicha, pitchlari bo'yicha. Chelsea nima deyapti? Avaz bu butun vodiy bo'yicha bo'lgan startaplar yig'ilishi bo'ldimi yo faqat Namanganda startaplarniki? Endi vodiydagi boshqa startaplar ham qatnashsa bo'ladi deyilgan, lekin asosan Namangandagi nimalar bo'ldi. Xo'p, unda bunga qanday qarashimiz kerak? Bu qanaqadir bunday eventlar bo'ladi-ku, React conference. Xuddi shunday konferens deb o'ylasak, bu qanaqadir hududga bog'lanmagan, lekin o'tkaziladigan joyi o'sha hududda, lekin qatnashadigan hamma qatnashishi mumkin, to'g'rimi? Endi bular Namangan degani menimcha bu davom etadi. Masalan, qaysidir kuni Farg'onada, yana qaysidir kuni Surxondaryoda shunaqa bo'lib, hamma viloyatga menimcha qilib chiqishmoqchi shunaqa. Yaxshi bo'ladi, lekin hududga endi bizlarni sharoitimizda balki hududga bog'lagani yaxshidir. Lekin Toshkentdan Mashrab boraman desa, Gastiniya yo'q, Namanganga qo'shmaysizlarmi meni deyoradi-da u. Namangandagi mehmonxona qimmat. Menimcha boshqa viloyatdagilarga ham borishni reja bo'lgani uchun o'sha viloyatga borishini menimcha kutgani yaxshiroq bo'lsa kerak. O'sha optimalniroq bo'ladi menimcha, ortiqcha vaqt yo'qotmaydi yo'lkira. Bormi? Avval shu yerda hammasi public, nima deydi, hamma ommaga ochiq bo'lgan ma'lumotlar. O'zingga eng yoqqan qanaqadir fikrlar bo'ldimi, ko'rindimi? Boya aytding, juda ham ko'pchiligi juda ham sayoz bo'ldi degan ma'noda aytding, lekin bir ikkitasi sal pichoqqa dasta bo'ladi degan. Yo'q, pichoqqa dasta bo'ladi demadim. Ular o'sha
endi juri deymizmi endi shu tashkilotchilar shu hakamlar hay'ati. 3tami 4ta haligi runner up deb belgilab olishdi o'zlariga, haligi application to'ldirsa keyinchalik biz o'sha investmentni o'ylab ko'ramiz degandaqa. Bu asosan shu хотя бы MVPsi bor bo'lgan startaplarni shunaqa qilib ajratishdi. Ya'ni где-то 80%, 90%da MVP ham yo'q. Shuning uchun хотя бы hech bo'lmasa shu MVPgacha kelganlariga bir e'tibor qilamiz degandaqa bo'ldi. Lekin ular ham haligi bir qanaqadir mani fikrimcha haligi juda xom hozirgi etapda. Demak, sen o'sha tanlangan variantlarga ham tanlanish kerak deb o'ylamaysan, to'g'rimi? Yo'q. Endi haligi bular balki o'sha ajratmoqchi bo'lgan haligi 90 milliongacha bo'lgan summa bor. O'sha summa ichida balki normallikdir bu narsalar, bu ideyalar. Lekin menimcha hali juda erta. Demak, menimcha endi bu narsa haligi boshqa joylarda ham lokalniy yana o'tkazilishini inobatga olib aytishim mumkin. Haligi startap pitchlargacha, startapgacha olib chiqishgacha bo'lgan etaplarni menimcha o'rgatish kerak ekan degan fikr keldi. Ya'ni qanaqa ma'noda o'sha bir haligi akselerator deydimi endi bilmadim. Shunga o'xshagan haligi o'zi pitch qilayotganda nimaga e'tibor berishga, umuman o'zi produkt qilayotganda haligi program esseylari bor-ku, qanaqa qilish startap qilish, ideyani qaydan olish, shularni menimcha eng basiclardan o'rgatish kerak degan fikr keldi. Chunki o'sha pitchlarni eshitib, ichidan rosa bo'lsa bir ikkitasida takoy sal bo'lsa ham strukturniy anaqa bor. Pitch qilish, gapirish. Qolganlar hammasi haligi prosta haligi ekzaminda nimadir gapirib beradi-ku, tez yodlab turadi. Shunaqa. Avaz qara. Bu narsa bizni tilimizda mezon deyiladi. Mezon belgilashimiz shu Paul Grahamga o'xshatamizmi, kimnilar deb ularni tabiga qilishimiz kerakmi bilmadim. Lekin biza mezon yaratishimiz kerak-da. Xo'p, sizlarning qiladigan startaping bunday bo'lish kerak. Agar misol uchun hozir sen ko'rganlaring hammasi sen o'qigan mezonlar bo'yicha to'g'ri kelmagan bo'lsa, unda noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, bizda mezon yo'q-da. To'g'rimi? Yo'q, mezon yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim umumiy haligi bazalar bor-ku, masalan, любой bitta startap bo'lishi ham shart emas, любой bitta produkt qilishdan oldin. Lekin men aytayotganim, ular o'rganadigan hammasi Amerikadagi o'sha YouTube'lardan boshqadan o'rganadi. Bizarni o'zimizga kerakli mezonimizni yaratganimiz yo'q. Xo'p, bizga nima kerak? YouTube'da o'qibmi? O'sha YouTube'dan o'qib keladi, davay. Aytadi, men Polgramdan o'qib keldim deydi. Bo'lmasa, shunday Polgramni Polgramni aytgan narsalarni qilsin demayman. Masalan, oddiy bitta narsa qilish uchun sen nimadir startap qilish uchun nimadir muammoni hal qilishing kerak. Shu nima muammo degan eng bazaviy narsa bor-ku. Qaysi muammoni? Lekin o'sha qilishni oldidan o'rgatish kerak. Startap nima o'zi? Shuni aytyapman-da, shu narsa kerak degan. Shuni aytyapman, shu narsani qilish kerak. O'sha mezon kerak. Shu narsadan o'rgatish kerak deyapman-da. Hozir nima gapinglarni bo'laman. Hozir shu startap ishini to'g'risida hozir bir tanishim anaqada yuribdi-da, o'sha nima edi, San Fransisko o'shalarda aylanib yuribdi. O'sha qarovchi mana shunaqa startap bo'ladigan narsalar anaqalar kunlab bo'lar ekan-da institutlarda. Любой просто o'sha misol uchun har oyi misol uchun 3-shanbasi bo'lishi mumkin. O'sha yerga любой odam, investor misol uchun pul tikaman deydigan odam boradi, bo'ladi u narsa. O'sha yerda qatnashadigan startap endi qilmoqchi bo'lgan bolalar boradi, pitch bo'radi. O'sha kun davomida sen yerda hech qanaqa kimdir ani kontrol qiladigan anaqa bo'lmaydi-da, qanaqadir o'rtada turadigan o'rtaga. Boradi bo'ldi. Sen borasan, investorsan, hech kim seni investorligingni ham bilmaydi. Kirasan,
kimdir nimadir gapirib o'tiribdi. Senga yoqsa olasan, bo'ldi. Pulini unga ularga investorlik qilasan, bo'ldi. Mana shunaqa ekan. Zo'r ekan. Hech qanaqa orada bordir yo'q-da. Primoy odam bilan ham gaplashadi. To'xta, sen hujjati yo'q. Sen o'zi kimsan? Mana buni topshiradigan narsa yo'q deydi. Mana shu narsa cho'tki ekan. Men ham kirdim. Bolalar pichqib yotibdi. Zo'r endi har xil ideyalarni aytdi. Mana shunaqa narsalar qilyapti. Bo'ldi. Kirasan xuddi muzeyga o'xshab. Mana shunaqa narsa. Shu esimga tushdi. Mana shunaqa nima startap nima edi? Madaniyatini, kulturasini yaratish to'g'risida avval bir necha bir 10 so'm oldin podkastda aytuvdim. Mana shu narsa esimga tushdi bu ham bir. Endi bu narsa sen aytgandaqa narsa bor nimada ham Toshkentda ham haligi Angel Investors degan klub bor. Angels Clubmi deydi. Xuddi shunaqa haligi bitta coworking centerga boradi. O'sha yerda ham startaplar aytgandaqa chiqib olib pitch qiladi. Haligi joyda o'tiradi shunaqa odamlar. Haligi hech qanaqa venture kompaniyalar emas bular. Oddiy odamlar o'tiradi. Tam 3000, 4000, tam 1000, tam $500 bilmadim. Xohlagan anaqasini invest qilish mumkin. Yaxshi narsa ekan-da. Nimadir demoqchi edim, bo'lib qo'ydim gapingni. Esimdan chiqib qoldi. Men yo'da. Uzr. Bitta narsani ko'rdim. Ertaga nima deyotdingiz? Yo'q, men boshqa Cloudflare haqida biror edim. Ertaga San Fransiskoga bordingizmi? React bo'yicha nimadir bo'layotgan ekan. Yo'q, yoqqa hali bormadik. Endi planda bor. Borib kelsak, keyin aytamiz. Bo'ldi. React Foundation'ga o'tarkanmi React? React Linux Foundation umuman anovda o'tadi-da. Linux emas anov. React. Yaxshi bo'ladimi endi bu? Endi yaxshi bo'lish bo'lmasligi deb ayta olmaysan, lekin bu tan olingan yo'nalish deb bilsak bo'ladi. Mexanizmda. React deganimiz nima? React'ni o'zini hech qanday anosi yo'q. Bu library. Bu nima? Bu JavaScript ichiga HTML ni tiqqan narsa. Bu JSX desak bo'ladi. Hech kim ayta olmaydi, balki aytmas. Undan boshqa hech qanday nimasi yo'q. O'zlarini to'g'ri, hooklari bor, har xil nimalarni aytadi, to'g'ri. O'sha application deb aytiladi. Lekin application degan nima narsa bilasan? Bu qanaqadir HTML ning ichidagi bittaginaga domda ichiga shunday kiradi, shundan keyin o'zini ishini boshlaydigan narsa. Shuning uchun bular yaxshi anoga yo'l qo'ydi. Qadam bosdi. Lekin anaqada gapiravering. Xo'p, aytchi. Anaqa oti nima edi? Yaponiyadan shunaqa startap pitchlar bo'ladigan joylar bormi? Borganmisiz? Nima muammolarni hal qiladi? Muammoni hal qila olmaydi, lekin ertaga mana bu keladigan haftada bizda WWW ni anosi bor. Steering Committee degan komitet bor. Ular Kobe degan shaharda uchrashadi. Kobe. Anaqa Vissel Kobe degan komandasi bo'larmidi futbolda? Bo'lardi. Ular Kobe'da uchrashadi. Bizning kompaniyamiz yoqqa ham qo'shilyapti. Endi bizlarning kompaniyadagi bolalar ko'pchilik boramiz deyapti. Hammamiz yoqqa borib. Chunki Steering Committee'da bizning kompaniyani odamlari borda. Shu. Yaxshi. Yana so'nggi paytlarda ancha payt mana podkast bo'lmadi, nima edi? Bir oyda qancha bo'ldi? Nimadir zo'r yaxshi applar paydo bo'ldimi o'sha Yaponiyada? Yaponiyada applar paydo bo'ldimi, bo'lmadimi bilmadim-u, lekin eng boshqa narsa haqida aytay.
Hozir bo'ldi misol hop ovoz ham ovozi yaxshi kelyapti, meni ham ovozim yaxshi borayotgan bo'lsa kerak, sizlar har doim yo yurasan yo yugurasan qanaqadir nimadasizlar, bitta harakatda yaxshi mikrofon olinglar, activity deng. activity. harakatda Lekin o'sha aktivda ham bir yaxshiroq mikrofon hozir Sanjarda yaxshiroq menimcha. maniki qanaqa Uniki judayam o'zi ovozi yaxshi kelmayapti-da. yo'q Bilmadim endi. Men Sanjar gapirchi. avaz mana Prям, qanaqa eshityapti qanaqa Ah, gapirish yaxshi. qilyapti. Yaxshi Yaxshi. Sanjar. Yaxshi kelyapti. manikichi avaz Zo'r saraka yaxshi. jaz bo'lmas. Oldingmi? O'yitni oldingmi? Mashrab. shersdagi har doim mani ovozimni yomonlayverasiz Shohir sanga o'zi mikrofon olib jo'nataveradi shekilli. yaponskiy brendlar bormi yaxshilari Yapon Sony. Sony'lar ham men sotilib ketdi. kimga Anaqa. sotildi shersdagi bitta narsani so'ray balki avaz san ham o'qigandirsan nimadir bo'ldi DHH boru o'sha nima dedi uni nimaga hamma odamlar natsistsanmi nimadir dedi hech U boshqa u DHH uni Nima anadan dedi? olib keldi. Boshqa Twitter emas, u boshqa qanaqadir social network bor. Blue Whale'mi? Qanaqadir. Shu yoqdan olib keldi. Blue Sky'mi Shu yoqdan Blue Sky'da o'zini akkaunti bor. U yoqdagilar unga juda ham atak qilgani uchun yana Twitterga olib keldi uni gapni. chuvashtirib Endi olib keldi, qanchalik olib keldi bilmadik-ku, lekin shunaqangi Unga nimaga unaqa deyishdi bilmaymiz-ku, biz uni oldingi gaplarni bilmaymiz. Shuning uchun Twitterda yozgan narsagini ko'rdik. tushunarli keyin ko'plar anaqani ham cancel qildi shersdagi siz tashladingiz endi ikkita narsani cancel qildi sразу o'tib ketsizdan bo'laveradi bittasi kimdir Netflix'da yana kimdir Next.js'da nimani Gilermo Rushmi nima bir argentinalik bola bor Rauch. Rauchmi o'sha Endi bu yerda Netflix nima bo'ldi endi Netflixni yo'qotinglar deb endi u aytibdi. Undan oldin 5 yil oldin yo'qotuvdik. uyda Netflix ko'rilmaydimi sizda shersdagi bolalar ko'rishmaydi Ko'riladi. Televizorimizda ham hamma joyga tiqiladi, lekin biz ko'rmaymiz. Uch yil oldin atmena qo'rganim to'g'ri ekan-da, to'g'rimi? Nuqqul ichida onasini pediklarni ko'rsataverardi-da. Har bitta kinosini ichida. Sanjar. endi Sanjar shuni so'rab Lekin qara esingdami nima edi kino oti? Wednesday. Wednesday, Wednesdaydan tashqari o'sha Netflixga seni nima deydi, qiziqishing bo'lganmi yo yo'qmi? Yo bo'lgan, kinolarni ko'rganmiz aka. Black Mirror shunga o'xshagan 5-6 seriallarni ham shu yerda ko'rardim-da. Oxirida rosti gelsam. Oxirida atmen qo'yardim. Hammasi ichida pedik bo'lib ketdi bor-ku. Sher sanga bitta savol. Sher bilsa boshqalar jim turinglar. Shu Wednesdayda o'zbek tiliga tarjima qilinganda, shunda nomi, titli qanaqa tarjima qilingan deb o'ylaysan? Endi qara, oldingi kinolarimizda Jumaboy degan narsa bor edi, bilaman. Chorshanba oy kammi? Chorshanba oy. To'g'ri, juda yaqin. Chorshanba gul deb reklama tarjima qilingan. Aytyapman-ku. Chunki Robinson Crusoe'da Jumaboy bor edi. Jumaboy bu jumaligi uchun. Jumaboy emas, Jumavoy. Jumaboy. Nima bu? Endi Jumavoy deysanmi, Jumaboy deysanmi, bir xildir, balki bilmadim-ku. tushundingmi bo'ldi Sanjar, sanga bitta savol bor-da.
nimaga anaqa hamma nimalarni kuzatamanda shunaqa haligi startap deyiladi, demo shunaqa nimalarda pitchlar qiladi-ku. Mana venturlarga topshiradiganlarning ichida O'zbekistonda nimaga hamma CRM qilgisi kelaveradi. Hamma anaqada, hamma shunaqa eventlarda, tadbirlarda 50% hammada CRM haligi restoranlarni boshqaradigan CRM, mana do'konlarni nima qiladigan CRM, hamma CRM qilgisi kelaveradi. Nimaga shu? Ana Trend bor, tushunmayman hech. Yo'q, hamma Toshkentda 10 ta do'kon bo'lsa, 10 ta do'konga kirsang, egasi o'zimni program. Yo'q, u egasi jiyanidanchi o'zimni programmamni qilib bergan deydi. Jiyani ITni endi 1 oy bo'ldi bitirganiga. Hammasi o'zinikini qiladi-da. Tushundingmi? Videoga harakat qiladimi? Oxiri kimdir shu startapda boshini qotirgan bo'lsa, keyin o'zini upakovka qiladi. Tushundingmi? Bitta joyda kecha katta сделка bo'lyapti, ERP bo'yicha katta сделка bo'lyapti. ERP bo'yicha katta сделка bo'lyapti. Men Odoni sotyapman u yerda. Odoni men qilgan ERP bilan Odoni sindirib yuboraman deyapti-da. Men kulyapman, Odo 5 milliard turadi onasi ham sizlar 4 ta bola nimani qilishinglar mumkin deyapman-da. Mashinaga CRM'ni tiqilyapti. То есть o'zi uchun masalan qaysidir tog'asini yo ammasini biznes uchun qilib beradi, keyin qarasa tayyor produkt bo'lib qoldi, keyin boshqalarga ham ana qilib ko'ray deydi demoqchisan-da. Hammasi o'zinikiga, ya'ni o'zimniki bo'lsa, o'ziniki qildiradi, oxiriga satta qilib olib chiqishadi. Oxiri qarasang, lutfi Excelda qilsang, bundan yaxshiroq narsa qilib berasan-da. Excelda qilsang. Oxirisida Exceldan keyin Sanjar kelib sotadi Odoni. O'zi dunyo tanib qo'ygan CRMlar bor-da, misol uchun. Puling ko'p bo'lsa, ani Salesforce'lar, puling bo'lmasa, misol uchun Zoho'lar, o'zbek tilida bo'lsin desa, unda Bittrex 24, ammo CRMlarni qo'ysang, Mamitdagi ishlayotgan bolalarni bir 10 yillik keyin qilishi mumkin bo'lgandan narsani o'sha ustini qilib qo'yasan, desan. Yo, biz o'zimizdan uchun deydi. Shu nimaga sabab nima? Nimaga ishlatmaydi shuni tayyorini? Nimaga o'zini Yo, kegincha o'sha men o'sha yerda bitta durib boraman-da, keyin tushunmayishadi. Aka deyman, Instagramni foydalanyapsizmi deyman. Ha, foydalanaman. Instagram o'zingiz noldan yozmadingiz-ku, o'zingniki emas-ku deyman. Telegram ham bironikidan foydalanyapsizku deyman. CRM degan narsa ham shunaqa tushuncha deyman. Bu ham bironiki bo'lishi kerak deyman-da. Instagram, Telegramda qara, Instagram, Telegramni tekin-ku. CRMga pul to'lash kerak, ammo CRMga yo'q, CRM ham tekin. Yo'q, CRM ham tekin. Uni sinobga qilib berish, anaqa nima tadbiq qilish pul turadi. CRM ham misol uchun Bittrex olgin tekin. Sajarlimadir, yeyapsan, ha? Narsa yedim-da. O'zingga nimadir borga o'xshaydi. Nimaga gapirmaysiz, Sanjar? Yo'q, narsa yeyotdim. Toshkent City'da 5 kun yurib, yoqimli ishlar. Toshkent City'da 5 kun yurib. O'shanga avval anaqa aslida CRMlarni juda ko'pi tekin. Sen prosta 1 yil, 2 yil ishlatib turib, bu narsalarni ishlataman desa, unlock qilib berish mumkin, shular pul turadi. Lekin ko'pini modeli tekin. Yaxshi. Tekin bo'lsa yaxshi-da. Chunki tekin bo'lganda qolgan tashqaridan bolalar o'zlariga qanaqadir ma'lumot olib o'rganadi. Hozir bor-ku, avaz. Hamma yoqda misol uchun IT ishinglarda anaqalarni o'rgatyapti, Pythonlarni o'rgatyapti, misol uchun-da. Men aytayapman-da, shu Python o'qitiladigan joylarida bo'ldi, Pythonlarni yig'ishtiringlar deyapman-da. Tayyor produktlar bor. O'sha produktlarni o'zini o'rgansa ham 2-3 yil o'rganadi. Tayyor produktlarni o'zini o'rgansa ham. Masalan, Shopify developer, WooCommerce developer demoqchisan-da. To'ppa-to'g'ri. Masalan, Shopify o'zi bilan ancha-muncha internet magazinlarni qilib bersa bo'ladi. Ancha-muncha 99% narsani hal qilib yuborsang bo'ladi. Shopify o'zi bilan, misol uchun-da. Bo'ladi. WooCommerce bilan ham xuddi shunaqa. Wix borki, Wix. Anoda retailda aytish kerak-da. Chunki sen 99% production qila olmaysan.
Sen aytayotgan Tushundim. gaping bu Ha, retail. bo'pti, 99 emas. Shundan Ha, keyingi 99 ish. emas. Ha, 99 emas, 98. Avval xullas kalom PM'li uchun, misol uchun PM'li uchun mix panel degan anaqa bordi, nimadir, soft bordi, mix panel deganda tool bor. Analitika qiladigan. Ha, analitika qiladiganda o'sha ishlatganman. ha, o'shani misol uchun 1 yil o'rgansa ham o'shanga ish bordi, o'shani biladigan odamga. O'zbekistonda o'zi ancha muncha ish bordi. Men aytaman, baraka topib, Python, tuddin, bir bola o'rganmasdan, mashina o'rgangin deyman. Shuni orqasida mashina katta ish qilib yuborasan deyman-da. Nima deydi ular? Yo, endi tushungani tushunadi, tushunmagani sandan oldin bir 50 ta odam bilan gaplashgan bo'lsa, Python deydi, uradi-da. Hop, mana Sanjar hozirgi kunda mana shu ITni o'rganaman, Pythonni o'rganaman deb yurgan bolalarga sen nima qaysilarini tavsiya berasan? Shu Python o'rganmasin-da, mana mix panel deding. Okey, yana nimalarni o'rgansa talab bor. Hozirgi bizda ya'ni O'zbekistonda bozorda demoqchiman. Oddiy misol uchun, mana oddiy misol uchun agar CRM bo'ladigan bo'lsa, CRM o'zi bo'ladigan bo'lsa, CRMda faqatgina misol uchun Zohoni o'zini o'rgansin, Zohoni o'zi O'zbekistonga bemalol yetib ortadi-da. Ular o'rganguncha uspet qilib bera olmaydi, yangi feature chiqarib tashlayverishadi, uspet qilib bera olmaydi. O'rganib uspet qilib bera olmaydi. Sen CRM deyapsan. CRM. Любой biznesni yosh programmirованиеga kiraymi, boshqa degan bolalarga maslahatingizni so'rayapmiz. CRMdan chiqib ketmadi. bittasi mana CRM bo'yicha aytyapti. Yana masalan mix panel aytdi. Shunaqa to'g'ri har xil yo'nalishda demoqchiman. Prosta aktualniy, masalan, hozir biznes aktualniy bu. Hozir masalan biladi qaysi kompaniyaga qanaqa xodimlar kerakligini o'shancha so'radim. Nomer 1 aytaymi, nomer 1 katta soqqa ishlaydiganini. Katta soqqa ishlaydigani 3 ta dona supply chain kitobini o'qish kerak edi. 3 ta dona supply chain kitobini o'qish kerak edi. Любой o'zi tushunadigan ingliz tilida supply chain kitobini o'qib turib va supply chainni implement qiladigan bitta toolni anaqaga nimadirda производствоga o'rnatish kerak. 99% O'zbekistonda производствоda hech qanaqa anaqasi yo'q. Instrument yo'q. Sales отделida bor. Soddaroq qilib tushuntirib ber, soddaroq qilib. Masalan, soddaroq qilib dehqonchasiga soddaroq qilib dehqonchasiga yaqinda mebel zakaz qildim. Yaqinda demay, sherra aytaylik, sherra mashlab. Avaz yaqin o'zing ham bilasan, uyingga mebel zakaz qilib qo'ysan. Yo bo'lmasa rom zakaz qilib qo'ysan, ularga telefonga aytibsan, kelib o'lchab ketinglar deyapsan. Ular kelyapti-da, hisoblayapti-da, narxini birga bir qo'yyapti-da, narxini taxminan. Xo'p. De, narxini birga bir qo'yyapti-da, 15 kundan tayyor bo'ladi deyapti. De, prosta praktikadan kelib chiqqan holda 15 kundan tayyor bo'ladi deyapti-da. Men unga aytayman, nimaga 15 kundan tayyor bo'ladi? Nimaga shuni $2000 deyapsan? Smetasi bormi desam, smetasi bormi deb 10 ta odamdan so'rasam, 10 talovi ham bir xil javob beryapti-da. Ya unaqa smetalarni bilmaymiz-da, biz birga bir qo'yib yuboramiz bo'ldi deyapti. Vaqtini ham shunaqa klientlarimizda ko'p deyapti-da. Ha? Vaqtini ham emas, klientlarimizda ko'p deyapti-da. Bu klientlarimiz ko'pligiga biz uspet qilib bera olmaymiz. Shuning uchun 15 kunda olib kelib beraman deyapti-da. Men aytayman, o'zi kelgan bo'lsa, bitta mashinada kelding, onasini hamsin. De, qanaqadir bir qiyshuv mashinada kelding deyapman-da. 15 kun o'chir klientim bor ekan, qo'pol qilib aytganda, nimaga milliarder bo'lib ketmagansan 15 kun ichida? 15 kunlik klientim bor ekan deyapman-da. De, keyin bilsam, emas, bular nima qilgan ekan? Sandan oldingi mijozini pulini yeb olgan ekan-da, 15 kunda sandan keyin keladigan mijozni pulini senga ishlatishar ekan. Tushundingmi? 15 kundan keyin-da. Mana mashinani производствосida hech qanaqa supply chain instrumenti yo'qki, bular na kislosini, na lead time, na delivery time, na boshqa timelarni, tag timelarni, efficiencyni, boshqasini hech qanaqasiga hisobla olmaydi. Agar shular mashina hisoblab chiqqanda, instrument qo'yib turib, taxminan aytaylik, bir $1000 ga instrumentini qo'yib, $1000 ga shuni implement qilganda ichida
ular уже boshqalardan ko'ra ani competitive advantage bo'ladi-ku, 15 kunda emas, 3 kunda qo'yib ketgan bo'lardi. Birga bir emas. Misol uchun 20% o'zida уже zakazi ko'payib ketgan bo'lardi. Endi Baribir kim uni yo'qotich. va'da qiladi? Ha? 20%, 30% degan va'dani qila olasanmi? Programmani Birga buzib qo'lingni keladiki. bunday kesaman deb va'da qila olmaysan-ku uni. Ya nimaga va'da Ha, qilolmaysan? bu. 5% va'da qilasan. Voy, chaplashing bo'lgandan Ya, keyin chaplashing sen 800% hozir va'da 20-30% deyording-da, Sanjar. Men Unaqa slovni bo'lmaydi. aytyapman, любой narsani. Men slovni aytyapman, любой Любой narsani. narsa unga bo'tirish kerak emas-da. Ha, bo'pti, 1% deyman, 1%. Xullas qalam, avaz 1%-da. Tushundingmi? Hop 1%ga keladimi odam? Ha, Keladi. bo'pti, 99%, bo'pti 99%. Gap bo'pti foizda emas. De avaz xullas qalam, ishlab chiqarishi ichidagi proseslarni bir-biriga ulab berayotgan hozirgi paytda ko'chada talab bor. Ko'chada katta talab bor. Lekin shuni oxirigacha qilib berayotgan nimadirda kadrlarni tanqisligi bor. Любой kadrni toptirib qilib berginsa, qo'lida konkretni yo'q deganda 4 ta dona o'chirti bor. Men zavod qilyapman deydi. Rost gapim. Biz o'tirib gaplashamiz-ku, biz choxonalar qilamiz, gaplashamiz, yig'ilamiz, boshqa qilamiz-ku. Mashina o'rganayotgan yoshlar yo'q. U zavodda nimasini qilyapti? Ular zavod ishlab turibdi. Ular hech qanday zavodda ishlashiga aloqasi yo'q odamlar. Nimasini qilyapti ular? Masalan, aytayman, оборудование, equipment efficiency'sini tekshirib beradigan показательlar bor. Tekshirib berish, xo'p, mayli. Zavod o'zicha ishlab turibdi, to'g'rimi? Zavod CRM qo'ymasa ham ishlayveradi. CRM qo'ymasa ham savdo bo'laveradi, misol uchun. To'g'ri. Ha, CRM qo'ymasa ham ishlayveradi, savdo ham bo'laveradi. Ota-bobolarimiz CRM ishlatmagan masalanda. Lekin qo'yamiz-ku biz. Ha, biz показательlarni o'timiz-ku. Qaraymi, yo'qmi degan savolga borish mumkin-da ba'zilar. Qaysinga? Endi qo'yganda qanday va'dalar bor-da. Shu va'dasi bor-da. Оборудованияni qo'yib bersang, sani ishlab chiqarish anaqa rentabelligini, foizini aniqlab va'da deganda mana narsani qo'ysang va'da qilaman degan bu va'da emas-da. Albatta, va'da-da. Ha, yaxshi. Lekin nima, CRM'larda o'zini, misol uchun nima deydi, produktivnost deymiz, ularni oshirish jarayonida qanday nimalarni ko'ryapsizlar? Hozir sen yo boshqa CRM'larga o'tyapsan, masalan, Bittrex, boshqalar senga chiqyaptimi, misol uchun? Qancha Bittrex ishlatma yo mana bizarnikini ishlat degan narsalar bo'lyaptimi? Ha, albatta ko'p bo'lyapti. O'zbeklar CRM tushunib oldi. Ancha-muncha, men hammasini o'tganim yo'q, ancha-muncha odam tushunib oldi. Ancha-muncha odam ishlatyapti. Yaxshi unda. Endi o'zimizni nima deydi? Nonimizni emas, endi kattaroq bizneslarga baribir bu qulay narsa-da. To'g'rimi? Nima qulay? Katta bizneslarga, mana oddiy nonvoy, oddiy CRM, to'g'ri. Endi CRM da o'ylab qarasa, hozir O'zbekistonda 2-3 ta katta bizneslarni bilaman, CRM kerak emas, misol uchun-da. Bunda o'ylab qarasa-da, katta bizneslarga CRM kerak emas-da. Bunda o'ylab qarasa, kichkina biznes bor, Novvoylar CRM qo'ygan joylari bor-da. Unga kerak, bunga kerak deb aytmaysan sen. Sen investorni anaqasi bor-ku, nimadir-da, Asnavatel bor-ku. Asnavatel dunyo qarashi bilan gaplashing kerak. Agar Asnavatel novvoyxona qurayotgan bo'lsa, kelajakda men novvoyxonani bitta dona ochdim, lekin O'zbekistonda novvoyxonalarni bir yangi konsepsiyasini qilaman degan qanaqadir bir uzoq videniyalari bor bo'lsa, bundani nimadir-da, dunyo qarashi keng odam bo'ladigan bo'lsa, bitta dona novvoyxonasiga masalan CRM qo'yishi mumkin, masalan. Lekin O'zbekistonda shunaqangi bizneslar borki, yiliga misol uchun aytaylik, kamida misol uchun bir yilga kamida bir $500 million оборот qiladi. $500 million оборот qiladi. De ularda hech qachon CRM yo'q. Bo'lmasam bu biznes rejamizda qayerga
target qilishimiz kerak. Kimni target qilyapsan? Misol uchun degan narsa bo'lishi kerakda. Kimlarni? Mo'ljal. Kimlarni biznes kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, asosan konkurenti katta bo'lgan bizneslarga target qilinyapti. Konkurenti katta bo'lgan bizneslar. Hammani nazarda tutib olyapsan-da. Men bozor tutganimcha nazarda tutaman deb. Mana bozorda bo'lganimcha nazarda tutaman deb. To'g'ri. Avaz Masalan mebel anaqasi biznesi bor O'zbekistonda-da. 10 yildan 20 yildan beri ishlayapti. Обороты ham misol uchun yiliga vaqti katta, seremi yo'q. Mebel deganda sen nima tushunasan? Mebel deganda o'tiradigan farqi, mebel deganda o'tirasan-ku, bunda stul degan narsa bor-ku, STUL. To'g'ri, uni o'tirib chiqaradigan kompaniyamiz bor. Bizlarda bironta bor, qilyapti. Bor. Sherzod degan Sanjar Sherzod degan. Xo'p, ularni sen chiqarmoqchimisan yo nima? Nimasini chiqaraman? Tushunmadim. O produktini mana bular zo'r deb chiqarmoqchimisan yo nimani? Hozir CRM ishlatganmisan? CRM to'g'risida gaplashamiz-ku. CRM ishlatganmisan? To'g'ri. Mebelda aytyapsan-da, mebelda. CRM bu savdo отделini kichkina savdo отделini tizimlashtirishga yordam beradigan bu nimadirda bir dasturiy ta'minot. Dasturiy ta'minot. Sen chiqarmaysan uni. Ular skameyka chiqarayotgan bo'lsa, shu skameykangga mijozlaring bilan bo'layotgan munosabatlarni men tizimlashtirishga yordam beraman deysan. CRM sotayotganingda. Rahmat, Sanjar, rahmat. Menga davay. Bundan keyingi qadamni aytchi, nima bo'ladi unda? Masalan, borasan, qaysi qadam menga tushuntirding. Mana shu mamlaqangi narsa ekan. Xo'p, undan keyingi qadam qanday qilishimiz kerak? Undan keyingi qadam dogir berasan, soqqasini to'laydi, so'nib chiqib berasan, shu bilan aksiyerga bilan olib borasan. Kim to'laydi? Kim qayerdan soqqasini olish kerak? Kim qayerdan dogir olish kerak? Kamaga chiqaruvchi to'laydi. Pulni kamaga chiqarish to'laydi. Yo'q, to'xta. Anjar, qarada. Agar biz O'zbekiston ichida bo'lsak, biz qanaqadir auksionlarda o'tirib odamlarimiz bo'lish kerak, to'g'rimi? Fabrika sifatida. Yo'q. Misol uchun har xil joylarga, boshqa joylarga mana skameykani qo'yish uchun ham o'zimiz balki bellashishimiz kerak. Ana shu yerda skameykalarni qo'yish, to'g'risida gaplashamiz. Prичем skameyka qo'yish, biz skameyka to'g'risida gaplashamiz-da. Bizda biznesga CRM qo'yish to'g'risida gaplashyapmiz. Skameykani xohlagancha qo'yaveradi. Xolas uyga qo'yadi, xolas podyezdga qo'yadi. Endi sen orqasidagi baribir uni orqasida qiladigan bizneslar bor. Qaysi orqasida? Xo'p, mayli. CRM qo'yadigan bo'lsak, kimga qo'yamiz deylik? Kimga sotamiz? Qandaydir nimani? Televizorda bir reklama berishimiz kerakmi? Nimani sotishga? CRMni sotmoqchi bo'lsang, agar auditoriyang televizorda o'tirsa, televizorga reklama berasan. Auditoriyang aeroportda yurgan bo'lsa, aeroportga reklama berasan. Auditoriyang oddiy newsni o'qiydigan bo'lsa, oddiy newsga reklama berasan. Uni farqi nima uni? San uni marketing отделini ishlaydi-ku. Hozir televizorga reklama berilyaptimi, yo'qmi, Sanjar? Voy, vaqti ko'p reklama qilyapti. Bo'lmas. Anaqa CRM aytding, okey. Marketing bo'yicha analitik mix panel aytding. Odu yana qaysilar bo'yicha mutaxassislar anaqa востребованный. Yana tavsiya qil. Bo'ldi, demaksan. Yana list qilib aytib ketsin. Yo'q, bildim. Mancha anaqa nimadirda, yaqinda Rossiyalik bitta anaqalar bilan gaplashdim-da. Ularniki mana shu mix panelga o'xshirgandi, lekin ularniki CRM emas, anaqa nimadirda CDP ekanda. Keyin men hamma CDPlar bilan bitib ko'rib chiqdim, boshqa qildim, qanaqa ishlash mumkinligini. O'zbekistonda shu CDPlarni sonopga qilib implement qilib beradigan odam yo'q ekanda.
bu nima degani CRM misol uchun kichkina pastki levelda bo'lsa, CDP balandroq levelda, chuqurroq levelda-da. Bu degani customer data platformda customerni datasini yig'ib o'tirar ekan. CRM uroverinda emas, yuqoriroq uroverinda yig'ib berar ekanda. Bu уже big dataga qarab ketyapti-da menimcha. To'ppa to'g'ri-da. Lekin uje avaz uje restoranlarga qo'yish kerak, demakchilar CDP'larni-da. To есть ob-havo qanaqa bo'layotgan paytda mijoz ko'p kelyapti. Misol uchun gamburger sotilayotgan paytida bitta gamburgerga odamlar kelyapti-ku, gamburgeringni go'shtiga kelyaptimi yo noniga kelyaptimi yo ichida qilib berayotgan karamelli piyoziga kelyaptimi? Mana shu dalillarning hammasi bitta savol bor. Sanjar, bitta savol bor. Sen juda ham katta odamlar bilan tanishsan, o'sha katta mollarni balki menejment bilan tanishsan. Yaponiyada katta hamma marketlar agar misol uchun marketga kirasan-ku, undan tashqarida yomg'ir yog'ish boshlagan paytda boshqacha qanaqadir nima o'ynaydi-da. Music. To'g'ri. Hammaga aytadi. Shuning uchun shu music o'ynagan payti har bitta mol deysan-ku, mol degani bu bittagina magazin emas, butun bozorda. Butun bozorda mana yoqdagi sen yoqtirmagan boshqa shoes bo'lishi mumkin. Hamma narsani selofanga o'rab berish kerak. Suv yuqtirmasin. Endi sen servislarga kirib ketasan endi. O'sha servis nimalarida sen o'zing qandaydir researchlar qildingmi yoqda? Yo, odamlar uchun mana bunaqa narsa bor-da. Hozir O'zbekistonda bitta narsa bor-da. Buni qanaqa tushuntirsa bo'lar ekanda? Masalan, odamlarga bitta uslugani ko'rsatmagansan-da, odamlar bu uslugga to'g'risida bilmaydi. Odamlarga bu uslugani ko'rsatmagansan-da, bu uslugga to'g'risida bilmaydi. To есть bu muammoni ko'rsatmagansan-da, bu muammoni bilmaydi-da. Sen ularga mana shu muammoni yechimi bor desang, yechimi bor desang, ular tushunmaydi. Lekin Yaponiyada masalan bitta mol ochildi-da, yonida bitta mol ochildi. Ular hech qachon salapanga o'rab bergan tuflini ko'rmagandi. Lekin mana mol shu narsani qattandir o'rgandi-da. Tuflini anaqaga salapanga o'rab berishni o'zi odamlarning ichiga odat qilib kirdirib yubordi. Endi bu odamlar yonidagi molga kirsa-chi, o'tdan shu narsani, shu servisni by default kutadi. Tushundingmi? By default kutadi. To'g'ri. Keyin ular mas'uliyat qo'yishdi. Tushundingmi? O'zbekistonda bu narsa yo'q. O'zbekistonda hali bu narsani tushunmaydi emas. Ajdanasida yo'q. Bu munosabat to'g'rimi? Insoniy munosabat. Bu boshqa soha, bu boshqa soha hozir. Insoniy hamma narsa insoniy munosabat. Lekin bu hali ochilmagan narsalar-da. Uni hozir ochsang o'zing rasxod bo'ladi-ku, odamlar sendan kutmayapti-ku. Odamlardan hozir feedback oladigan bo'lsang, to'xtab tur. Odamlardan hozir feedback oladigan bo'lsang, nimaga meni mo'limga kelmaysan desang, 10 ta dona savolga javob bersa, 10 ta dona savol ichida bitta ham salafanga o'rab bermaslik uchun kelmayman degan so'z yo'q. Tushundingmi? To'g'ri, chunki bizda unaqangi yog'ingarchilik o'zi yo'q-da. Yog'ingarchilik tiqilyapti-da, yog'ingarchilik bo'lagan narsalar ham. Bizda hali qilinadigan ishlar ko'p salafaningdan oldin. Men bilaman mana anaqa avaz produktliga qiziqadi-ku. Men bilaman bu gipotezani tekshirish uchun oldin validate qilish kerak. Avazga o'xshagan misol uchun mutaxassislar. Bu muammo bormi? Tushundingmi? Bu muammo bormi? Buni validate qiladi. Ana jobs to be done deganga o'tkazadi. Undan keyin ular hal qiladi-da, o'zidan o'zi qo'yib qo'yilavermaydi. Anaqada eng tepasida turadi degan Maslow piramidasimi? Oldin o'sha levelga chiqib olish kerak, odamlar o'shani kutish kerak. Mana hozir misol uchun kofe berayotgan paytda salfetka bermagin, nima bo'ladi? Bashiranga qarab otadi kofe, menga salfetka bermagin deydi, bermading deydi. Chunki hamma salfetka berishni o'rgatib qo'ygan. Yaponiyada ham shunaqa, hamma salafan berishni o'rgatib qo'ygan. Bermasang Bashiranga qarab otadi, lekin O'zbekistonda bermagin, bu normal holat deydi. Kutmaydi ham sendan bu narsani. Okey. Sanjar, keyingisi yana bormi? Yana? Voy, hozir bor endi to'satdan bo'lganiga. Mashrab nima demoqchi? To'satdan bo'lganiga. Mana turbichka yoqadi, kofeda bor-ku, kofe beradigan joyda. Ingichka turbichka bor-ku. Kichkinasimi?
shunaqa. Yo'q, anaqa Oz Sanjar yaxshi kuydirmaydiganmi? anaqa ta'kid Shuni yaxshi shuni tavsiya aytmoqchi etdi. edim. Yaxshi tavsiyalar aytdi. O'sha hamma ham programmist haligi dasturlashga o'tib ketish shart emas. Qaysidir kichikroq bir узкийroq nishani tanlab deyapti. O'sha bo'yicha zo'r mutaxassis bo'lsang ham o'sha yaxshi oylikli, yaxshi ish topasan deb hozir bizga bir ikki kursda kamida tavsiya kamida etdi. $2000 ish topadi. $2000 ish topadi. Eng Qarang kamida. Sanjar. Juniorlar topolmaydi. Ya juniorlar $100 ham topolmaydi. Juniorlar ana ishi yo'q. $100 Aytyapman-ku mana. Cloud code atom bo'lmasin. hammasini qilib beryapti. Atom bo'lmasin yashash she'r atom bo'lmasin yashashni o'rgangan junior ham $100 topolmaydi. Bilib olgan agar bunaqa qiladigan bo'lsa-da. Atom bo'lmasin yashashni Endi ham topolmaydi. sen bularni bor-ku, ana front end, back endni o'rgan deb yuborish noto'g'ri bo'ladi-da. To'g'ri. Chunki bular hozir bor-ku, men misol uchun o'tiribman, hammasini qilib beradi. Xo'p, yosh bolalarni bu yo'nalishga yuborish xuddi nima deydi, juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Endi hammaning fikri bor. To'g'ri, hammaning fikri bor. Fikr emas. AI $200 ga bir oyga oladi, masalan. Cloud code hamma narsani qilib beradi. Qilib beradi emas. So'zda sen aytasan, supervising kerak. Supervising kerak. O'zbekistonni hozirgi holatidan kelib chiqib aytyapmiz-da. Sen aytgan haligi cloudlar, balobatlarlar globalniy advanced user-ku. U advanced user. Globalniy anaqada ishlatilayotgani, lekin O'zbekistonga kelsang, oddiy masalan o'sha ishlayotgan kompaniyalarga borsa, ular hali ham o'sha haligi nima deydi, eng primitiv primitiv bo'lsa, biz ularni worldwide qilmoqchimizmi? Yo'q, worldwide qilmoqchimi? O'zbekiston ichida qilmoqchimiz. Yo'q, she'r qara. Hozirgi kunda o'sha doim gaplashadigan gaplarimiz bor, temalarimiz bu hamma shu Python moda bo'lsa, trend bo'lsa, hamma Python o'rganishga o'tib ketadi. Ertasi kuni masalan kimdir chiqib olib JavaScript zo'r, JavaScriptdan mana BYD oldim, shuni orqasidan desa hamma JavaScriptga o'tib ketadi. Shunaqa narsa ikkilantirib qo'yapti ko'p yoshlarni. O'shaning uchun shu qaysi tilni o'rganing ekan deganlarga biz alternativa sifatida tavsiya beryapmizki, ITga kirish uchun har doim ham tilni o'rganish shart emas, dasturlashni. Hozircha masalan sen o'sha Mixpanel bo'yicha zo'r mutaxassis bo'lgan, targetolog bo'lgan zo'r masalan, yoki mana CRMlarni o'rnatish bo'yicha zo'r mutaxassis bo'lgan deb prosta tavsiya qilyapmiz, yo'nalish beryapmiz. Qo'shimcha sifatida. Montaj ham o'rganishsin. Mana montaj, mana mashrab aytyapti. Avaz, esimga tushdi. Zendesk. O'zbekistonda hamma hozir call center ochyapti, hamma ticket yaratyapti. Zendeskga normal nastroyga qilib beradigan professionallar yo'q. Normal nastroyga qilib beradigan professionallar yo'q. Certified professionallar yo'q. Faqat Upworkdan qidirasiz. Upworkdan aytasan qilib beradi. Oldindan bo'ladi shu Zendesk. Вообще мощный instrument bor-ku. Вообще zo'r instrument. O'sha nima shrift ishlatgan edi, she'ristagi Zendeskdan message. To'xta, men Sanjarga so'ramoqchiman. Zendeskni foydasi nima? Men misol uchun men aytaylik qo'y sotaman. Qo'ydan anosini olamanda sutini olib, qanaqadir yog'ini olib qo'yaman. Shu Zendesk menga nima kerak? Zendesk endi o'sha yerdagi biznes analitika. Sanjar to'xtagi u qo'y ustini olish uchun Zendeskga ham boshqasi ham ishlarga yordam bermaydi. Chunki qo'y usti bermaydi. Avazmi qo'y usti bermasak-a? Yo'q. Meni eng katta muammoim nima? Biz o'zimizni bubblemizda yashab turmaylik-da. Bu xo'p, mayli. Har xil toollar bor, to'g'ri. Sanjar ham taklif she'r Telegraming misol uchun qo'y sotishingga nima aloqasi bor onasini demsa? Yo'q, Telegramni aralashtirma. Xo'p, sen hozir qilgan narsani yo'q, to'xta. Ota bobomiz bo'lmagan paytda qo'y sotilganmi? Ha? Ota bobomiz bo'lmagan paytda qo'y sotilganmi? Qara. Qaradim. Bizlar esingda bo'lsa, sen, men
to'rtovimiz ana shu Telegram hali paydo bo'lishidan oldin o'tirgan paytimiz. Esingdami? Ya, u tarix eslama, hozir realni gaplashinglar, tarix eslama. No, lekin hozir sen menga bunaqangi anavi qilishing sal nima o'ylaymanda, nima qilishimiz kerak ekan? Xo'p, O'qishimiz kerak. Maslab, Ha. Bir kim soat. bilan bir gaplashib turibsanmi? Yo'q, odamni gaplashib o'tib ketyapti. Ha. Sen meni oldimda nima bo'layotganini eshitib o'tiribsan. Ha, eshitilib turibdi-da. menimcha ovoz bilan mendan tashqari hech kim nima deydi, bu podkastga jiddiy yondashmayapti. Bir joyda o'tirib, bemalol gaplashmayapti-da. Endi Sher o'zing shunaqa joyga qilib olgansan, shunaqa uydasan. Atrofingda hech nima yo'q. Shuning uchun uyda majbur bo'lib o'tiribsan. Mana bu yerda qaraga chiroyliligini atrofi. Ko'chaga chiqib besh ko'm yurasan-da. Tokioda yuradigan joy yo'qmi, Sanjar? Yo, Tokioda bor, Sherri uy tarafida yo'q-da. Nimaga shashtaga qattiq yashaysiz? Shunaqa hech kim yo'q joyda. Endi bu soatda yo'q-da, bu soatda yo'q. Ha, shu deb bizani bu soatda bor-da, shuncha yuramiz-da, voy. Uyda kirib olib o'tirmaymiz-ku. Shashtaki Tokioda bunaqa payt Tokio uxlaydimi? Uxlaydi. Endi bizlarni ishlamaydi, transport uxlaydi Tokioda. qayda uxlaydi? Ha, voy, ko'chada qolib ketasan. Yo'q-a? Ya, Voy, bu ishlamaydi. Sanjar hozir sizlarga anavi qilyapti, bu bait. Dezinformatsiya bo'lyaptimi? Ya, men senga aytaman, va Tokioda ko'chada, avval Tokioda 12da anaqa metroga ilinmasang, ko'chada qolib ketding, o'lding, o'sha ko'chada qolib ketding, kafeda uxlaysan. Nega bilasanmi, Sanjar, sen kelgan payting menga aytmasdan boshqa odamlarga anavi qilib yeganing uchun. Boshqa odamlar metroning egasi emas-ku, men metro to'g'risida gaplashyapman. Menga aytganingda edi o'sha narsani. Men kelyapman. Yo'q, metro tashkil qilaverardim deganingda. Mayli. Metro ishlamaydi-ku 12dan keyin, shuni ayt, ha degan. 12dan ishlamaydi. Qaysi joyda 12dan keyin? Asosiy joylarda. Anaqa. Masalan, Endi Ya, anaqani so'rayotgandim. Sanjar hamma joyga Tokioga bilet $700 degan bor ekanmi? Bagajsiz borsa. Mashlab, $100 etsa ham bar bormaysan. Sen nuqul shunaqa deysan, bormaysan. Nimaga bordim? Bar bormaysan, bor, arzonga chiqyapti deysan, bar bormaysan. Mayli. Asharsaka $600 degan bor ekanmi? bor. low costermi? Yo'q. Avaz bormaymiz-a? Avaz qara, avaz. Sen bilan menimcha yaxshi ishlayapmiz, lekin bular yaxshi ishlamayapti, to'g'rimi? Mayli, bo'pti. Anaqa Shersdagi $600 ga borsa, necha pul olishimiz kerak? Bir hafta yashash uchun. Pul kapayga viza ololmaysan, mana viza. Mayli, Shersdagi ham olib beraman deyaptilar. Ololmaysan vizani. Mayli, oldim deylik. Olsa 2000 bo'lib ketadi bileting. Nimaga? Bo'lmaydi. Bo'pti, $1000 bo'lib ketadi, barq olmaysan. Mayli, sen chetda turibsan jani. Shersdagi $600 ga olsa, necha pul ishlatishimiz kerak? Qisam ishlatmaysan, Sher bor ekan, qisam ishlatmaysan. Nasib qilsa. Sanjar, quvvatimiz bo'lsa, masalan, hozir shuni anaqa qilib borib, masalan, men shu Yaponiyaga, Tokioga prosta borib bir hafta davom kelmoqchiman deb borsa, viza bermaydimi? Yo'q, bermaydi. Ya'ni isbotlashing kerak. Beradi. Men aytaman, beradi. Men sizlarga aytaman, mana shu bolalarni olib kelyapman deyman, beradi. Mana avval Shersdagi viza qilib beradilar. O'shani men so'radim. Shersdagi qattiq uxlaymiz debdi. $10 ga qo'shib. Endi undan keyin o'zlaring qaraysan, qayda uxlashing. Avaz gap o'ynab Yevropaga o'xshagan, Shengenga o'xshagan, Amerikaga o'xshagan, Angliyaga o'xshagan davlat. Davlat emas. Noto'g'ri aytyapsan, noto'g'ri. Qaysi ma'noda? Bermaydi viza. Sanjar, men so'raganim sababi, masalan, Amerikaga boraman desa, bermasligi o'sha immigrant bo'lib qolib ketadi. Даже pul ham olmaydi sen viza topishingga. Yevropada ham, UKda ham shunaqa qo'rquv bo'lishi mumkin. A vot Yaponiyada keyin qolib ketishlarga ketadi. Avaz, hozir Yaponiyaga Tokioga borasan-da,
Любой Seven-Elevenga kirgan samarqandlik bola chiqyapti ichida. Yo'q, Ha, men o'zim ko'zlarim bilan To'g'ri, ko'rdim-ku. to'g'ri. Bu gap to'g'ri. Okey. Tushundingmi? O'z ko'zlarim bilan ko'rdimki, qancha bolalarni nimadir qilib, ana bir bolalar qilib jinoyat qilib turib, Yaponiyani gazetalarda chiqarib, o'z yerida tiqilib ketgan. Shuning uchun bermayapti viza bermayapti. Pasport o'zgartirish Endi kerak ekan. Sanjar, seni gaping juda ham nima deydi? Yaponiya o'zi ham chetdan odamlarni olmaylik deyapti. Debsam, hozir sen aytyapsan, berdik, qanaqadir jinoyatchilarni yuborib yubordik. Bermayapti. 5 ta bola kirdi, bermadi, yana bir marta kirdi, bermadi. Keyin dokumentlarni cho'tki to'g'rilab kelgandan keyin berdi. Mashrabni dokumentlari chatoq-ku, mashrabga bermaydi. Nimaga chato? Sen qolib ketishing 500 foiz-ku, uylanmagan bo'lsang. Ne qolib ketishim besh? Qatingdan qo'l ochyapsan. Mammas, Yaponiyaliklar shundan pol ochadi. Uylanmagan bola riski yo'q deydi. Nimaga riskim bor? Toshkentda Sanjardigan o'rtog'im bor. Senga bermaydi. Avazli bolalari bor, avaz qaytib keladi, lekin senga bermaydi. Bugun Mashrab zo'r qolib ketar ekansan bo'lmasa. Bugun 11-oktyabr 25-yil. Xuddi shu kuni 26-yilda ham olmagan bo'lasan Yaponiyaga viza. Challenge qo'yaman senga challenge. Men ana shunga olib beraman. Challenge qilamizmi? Davay. Bo'ldi, challenge qilaylik, malades, zo'r bo'ladi. Challenge qilamiz. Men ana shu 27-yil bu kuniga mashrab olib kelaman. 27-yil emas, 26-yil 11-oktyabrga. 27. 26 o'zi kelyapti. Chunki 26 o'zi kelib qo'ydi. Yo'q, men 1 yil dedim-ku, bugungi chiqdan boshlagan edim-ku. Ne, 2 yil bo'lsa. Bugungi chiqdan demadi, endi yillarni anosi seni anonga qaramaydi-da. Men aytyapman, 27 oxirigacha olib kelaman mashrabni. Ya, shuncha aytaman-da. 11-oktyabr bugungi chiqdan qaraganda 11-oktyabr 25-yil-ku bugun. Xuddi shuni 11-oktyabr 26-yildanmi? Bir yildan keyin bo'ldi. Olmagan bo'lasan. Sen qayerdan bilasan? Xudomisan? Yo'q, men seni bilaman xarakteringni. Yo'q, sen qayerdan bilasan? Xudomisan? Men seni xarakteringni bilaman. Yo'q, sen qayerdan bilasan? Xudomisan? Qayerdan bilasan? Men xarakterni bilaman. Yo'q, bilmaysan. Taxmin qilyapti. Mashrab aqlim yetyapti. Yo'q, hammasi. Men forekas qo'yman. Mashrab ololmaysan, forekas qo'yman, ololmaysan. Ha, shunaqa dedi. Seni xarakterlaringdan predict qo'yman. Seni xarakterlaringni olmanda predict qilib beraman. Big data qilyapti-da. Big data. Ha. Avval anaqa 20 yillik maktabni tarixini olib turib predict qilyapmiz. Nimani 20 yillik maktab deganing nima u? 20 yillik maktabni xarakterini olyapmiz, 20 yillik. Valli. 20 yillik mashrabmi, maktabmi? Nima u? Mashrab, maktab. Ha, yo'q. Mashrab o'zini anosi bor-ku, mayli. Ololmaydi. Valli, yaxshi. Ololmaydi. Endi aytaveradi senga. Gap uchun gapish kerak-ku Sanjar. Ha, просто endi yozib qo'yaman, kalendarga yozib qo'yaman. Bu hammasini aniga qo'yamizmi? Qo'yamiz, pol qo'yamiz, pol. Sanjar. Ha. Sen endi qayerga anaqa safarga endi bormoqchisan? Sen ko'p dunyo kezib yurasan, qayergadir borib kelding. Keyingi plan qanaqa? Bu yilga inshaalloh o'xshasa hujjatlarni topshirib yubordim. Argentinaga topshirib yubordim. Chiliga topshirib yubordim. Kolumbiyaga topshirib yubordim. Keyin Peruga topshirib yubordim. 4 tasiga topshirib yubordim. Janubiy Amerika. Lekin hali dekabrgacha, yanvargacha bor-ku hali. Necha oy bor? Oktyabr, noyabr, dekabr 3 oy bor ekanmi? 3 oyda kelish kerak javob. Avstraliya bormading? Yo'q, Avstraliya, Novi Zelandiya, Fiji orollariga hali borganim yo'q. Qachon borasiz? O'zi Janubiy Amerikaga borganmiding oldin, boshqa joylarga? Meksika. Janubiy Amerikaga, anaqaga, Braziliyaga borganman. Shu Meksikaga, Kubaga, Yamayka, Bagam orollari, mana shunaqa joylarga borganman-da. Dominikana mana shunaqa joylarga.
Ya hali Zo'r. bormagan joylar ko'p hali. Qishda boriladigan Endi joylar eng esa, yoqqani to'g'rimi? qaysi bo'lgan? Mangami? Sanjar, sen hozirgacha borib kelgan davlatlarda bunday nima desam ekan? To'g'ri. Top 3, top Nima 3 deydi? O'zing ketmon chopmaysan, to'g'rimi? Ha, yo'q. Ha. Lekin o'sha Sanjar joylarga borganda top 3 ta eng zo'r, top 3 eng dabdalasini aytib ber. Yo, mengacha misol uchun 3 taning orasida обязательно Yaponiya bor. Yaponiyaga borardim. Обязательно 3 demagan. Qara, ketmon chopmaysan, lekin mana shu yerda yashardim degan narsadan tepadan pastga kelib ket. Ha, menga Birinchi misol uchun qaysi bo'ladi? bir yilda 50 marta borsa, menga nimagadir Dubay yoqaveradi-da, xafa bo'lmaysanlar-ku, lekin Dubay. rostdan shunaqa-da. Dubay. Nega? Ha, Anonsi bormi? Bironta anonsi o'zini. mana masalan Просто Toshkentdan luxury yoqsa kerak edi. yo'q. Avval Yo'q, shunaqa emas. Yo'q. To'xta. Yo, luxuryni olib tashlaymiz. Birinchidan Dubayga Toshkentdan xabaringga aytsa. Toshkentdan borish 3 soat, charchamaysan. Ha, oson qulay demoqchisan. Ha, oson qulay. Keyin men har doim namoz o'qishim kerak, masjid quraman. Dubayda 10 metrdan keyin masjid bor, 20 metrdan keyin masjid bor hamma joyda. Hop. Uchinchisi, xohlagan joyimda xohlagan ovqat yeya olaman. Misol uchun sher bilan borsam, Yaponiyada bilasizlar, yemayman. Shuning uchun menga hamma tarafdan birinchi o'rin menga Dubay. Okay. Ikkinchi unda. Ikkinchi menimcha London, vaqti zo'r yoqdi borki London. Nega? Londondan odamlari takoy polite deydi-ku, juda bir yumshoq, juda bir anaqa. Odamlar shunaqangi, вообще aristokratlar-da, odamlar yumshoq. Gentleman, intelligent. Gentleman. Ha, aristokratlar-da Londonda-da. Keyin xuddi shunaqa Yaponiya. Avaz xuddi shunaqa Yaponiya vaqti zo'r. Yaponiya 3mi yo Angliya 2mi? Yaponiya 3, Angliya 2. Birni qo'y Yaponiyani. Yo, bo'ldi. Endi top 3 dabdala, eng dabdalasini ayting. Voy, Afrika davlatlari onasini ham qo'rqib ketasan boru. Bormayman deysan. Voy bilat, Afrikalarda bormayman deysan boru. Indiya. Yo, Indiyachi kaloritniydi, Indiya kaloritniydi. Ani nimadirda, o'ng tarafga qarasang junglilar bor, chap tarafga qarasang misol uchun prirodalar bor, to'g'ri? Odamlar sal kirroq, lekin shunaqa narsalar bor-da. Afrikada bu tarafingga qarasang chassu, bu tarafingga qarasang daraxtlari yo'q, tushundingmi? Shunday bo'lsa ham sen Indiyani okey deysan, to'g'rimi? Ha, Indiya misol uchun mayli, bir 10 taliga kirishi mumkin misol uchun-da. Lekin Afrika Sher sanga Amsterdam yoqdimi? Gollandiya yoqdimi? Amsterdam eng zo'r joy ekan. Birinchi navbatda hech narsani nima deydi o'zini onasiga kirdirmaydigan nima deysam ekan? So'zni topolmayman, lekin Amsterdam Yaponcha gapirib turamiz, Misol uchun aytaman, kechqurun mayda bitta sigaret anosi turibdi, ertalab yo'q. Tushunasam? Ana shu Amsterdam hammasini nima deyim? Bir qandaydir onasi ham tez gapirsam bo'lmaydimi? Shoshirma endi. O'ylayapti-da. Shvetsariyaga bordingmi? Shvetsariyaga zo'ra. Shvetsariyaga bora olmadim. Amsterdamdan keyin bunday orada o'tib ketdik, lekin Amsterdamdagi narsani men ko'rdimda hamma nasha chaqib yuribdi, nasha. Bizardi gapimizdagi nasha. Ha, men ham Kanadaga borganimda hamma joy nasha chaqib yuradi. Hamma joy shunday sassiq, bunday o'ylayman, bunday qilaman. Lekin ertalabga qarasang hammasi top-toza. Shuning uchun o'ylayman, Amsterdam shahar sifatida bu narsaga nima deydi, hamma muzorlarni yig'ish sifatida yaxshi ish qilgan. Ertalab turganingda hech qanday muzor yo'q. Shu
Ba'zi bandalar so'ramaysanmi top turing qaddim. Yo, endi mashrab san top sanga ham turib. yetib keldi. Mashrab, ovozing Mashrab. eshitilmayapti seni. zo'r eshitilyapti. Mashrab san top turib bo'lgan viloyatlarni gapirib ber. Yo'q, viloyat emas. Ana Mashrab anaqaga borib keldi yaqinda. Trip qilib keldi, uzoq o'shalarni Qatga? so'ramoqchi edim alohida. Qatga? Sanga Farruh bilan borib keldilaringmi? Qayerga? Ya mayli uni keyin podkastdan tashqarida aytib berarman. Qatga borib kelding? Ya mayli qo'yaver. Allot. Ya xafa bo'laman desammi? Qatga borib kelding? Qo'yaver. Uyalma endi, aytaver endi. Xijolat bo'lma, aytaver. Yo, xijolat bo'lman. Uchtami to'rtta davlatni kesib o'tdi. Ancha robot turibdi. Bo'pti, viloyatlarni gapirib ber, mashrab viloyatlaringni. Qatga borganing yaxshilarini. Really? Buncha davlatdan kesib o'tdingmi? Ha. Menga shunisi qiziq bo'ldi. Mayli haligi. Mashinada kezdingmi? Mashinada kesdingmi? Yo'q. Samolyotdami? Mashrabni Mashrabni mashinasini hech kim o'tkazmaydi, chunki nima deydi, u nima deydi, ich yuvmaydi ham bir qanaqadir yuvilmagan narsada, to'g'rimi, Mashrab? Unga nom topolmadim, yuvilmagan narsa deb. Nima, shunaqa kirmi? Sher shunaqa kirmi mashinasi? Yo'q, endi ustidan kirdi, ustidan. Ichidachi. Ya, ichida judayam anolari, aromalari bor, hammasi yaxshi, chiroyli. O'zi aytayotgani, yuvilmagan deyapsan o'zi ichi. Ya, yuvilmaganni ustidan ko'rdim-da, ichiga kirganda yaxshi. Sanjar, sen bilan yomg'irdan keyin ko'rgan bo'lsam kerak edi, shef. Yo'q, yomg'ir emas. Qachon edi? Mashrab uchrashamiz. Bo'pti, sher kanal mashrabni mashinasi ichida kartoshka o'sayaptimi, o'smayaptimi deydi, shuni. Kartoshka hali o'smayapti. Lekin necha o'tdi, to'g'rimi? Yo'q, qo'ysang o'sadi. Changlar orasidan necha uryapti, to'g'rimi? Changlar orasidan, turponlar orasidan. To'g'ri. Ustidami, ichidami? Ichida domizaki, ichida gaplashamiz. Ustida Toshkentni chang havolar tufayli. Aybdor topildi. Kim? Bo'ldi, zapsi to'xta qolinglar. Kesib yuborsa bo'lmaydimi? Ya, nima kessa, hammani slivkalarni kesib tashlash kerak bo'ladi. Yo'q. Kesma. Yaxshi alaqami? Bo'ldi, ani gaplashib bo'ldi. Sanjar yaxshi mashina haydaydigan viloyat Nukus ekan. Viloyat emas, shahar. Nimaga? Nukusda zo'r haydar ekan mashinani, endi u qonun qoidalarga rioya qilar ekan. Yo'q-e? Endi meni anaqam bo'yicha nima edi? Nazmda deydimi? Yomon haydagani Denovda. Nimaga? Chunki misol uchun Mojin soni kam. Mayli, yo'q, endi shunaqa bo'ldi. Ya'ni misol uchun kelyapsam, встречный mana bitta mashina kelyapti. Ya'ni bitta yo'l, orada polasa chizilgan, o'sha kelayotgan mashina o'ng tarafga, chap tarafga, san tarafga qayilib qolishi mumkin-ku. Tushunsan, bilmaysan. O'sha narsa. Nukusda sen kutasan, o'sha misol uchun Nukusda yurganingda misol uchun yo'l qonun qoidalariga amal qiladi. Misol uchun hozir qizil yonda to'xtaydi. Yoki misol uchun peshobodni yo'lovchilar o'tadigan yo'l bor o'sha. Endi hozir qanaqaligini bilmayman, bu ma'lumotlar 3-4 yillik ma'lumotlar. Mana mashina Toshkentdan ham yaxshiroq haydaydi anaqada Nukusda. Endi keyin tabiati bo'yicha Surxondaryoniki yaxshi ekan, sababi Surxondaryoda yashillik ham bor ekan, cho'l ham bor, hammasi bor. Misol uchun boshqa Mashrab, sen hozir Surxondaryomi?
ana Surxondaryoni aytyapman-da. Cho'l joylari ham bor ekan. Endi men ko'rgan joylarim. Sharsharasi ham bor, boshqa narsasi ham bor. O'ral o'zing qayerda hozir? O'zing qayerda? Hozir Toshkentda. Ha. O'ral ahvol chatoq. Overall ahvol chatoq. Ha. O'ral ahvol chatoq. O'zbekiston endi Sanjar uni ham biladi. O'zbekiston pasporti короче pastda. Ko'radi, sirasi yed deydi. Ha, past. Balki televizorda boshqa joyda aytar. No, shaltoq. Afsuski. Men borib keldim, bo'ldi. Qozog'istonda ham, Rossiyada ham aytmasa ham bo'ladi. Belarusda ham, Gruziyada ham, Armanistonda ham o'sha. Afsuski. Achchiq haqiqatlar deydi. Endi bilarsan, Sanjar mendan yaxshi bilasan-ku. Mana doim o'zbek pasporti doim muammo bo'ladi-yu. Mikrofon olaymi-da. Berdim. Avval senga ovoz. Nima qilish kerak? Bilmadim endi. IT bo'yicha mavzu qolmagan bo'lsa, endi IT bo'yicha bir mavzuni hech ham gaplashmadik. Yo'q, gaplashdik. Gaplashdik. Serimni gaplashdik. Bo'ldi, agar anaqa qilamiz bo'lmasam, hozir bu epizodni yakunlaymiz, keyin zapis o'chirgandan keyin qolgan. Bo'ldi. Bo'ldi. Tinglovchilarga rahmat. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha xayr. Oddiy podkastdan tark etmayli. Biz hali yakunlaymiz. Orada pauza bo'ldi xolos. Xudo xolisa undan keyin bardavom bo'ladi. Sher. Savol. Nima? ChatGPT'da zapisi? Yo'qmi? Ha, o'chiraveradi. Savolni keyin qilasan.